shunaqa degan. Mana keldik. O'sha do'kon mana shu aytgan. Shu do'konda ishlaydimi? O'sha sevadigan qizim shu yerda ishlaydi. Mana. Adashmayapsan? Yo'q, aniq mana shu. Ha, bu Diamond Decor. Qayerda eshitgandim ha? Ha, Instagramda ko'rgandim. Instagramda ham bor, videolar qo'yib turishadi. Bu yerda lyustralar bilan. Ha, bo'ylar sotiladigan joy. Brendiy zo'r-zo'rlar, shu yerda sotiladi. Adashmayaptingmi? Yo'q, bu sotuvchi bo'lib ishlaydi. Oddiy qizda. U sotuvchida u. Ha, mayli. Kirib ko'ring unda. Faqat iltimos uni har xillarni qiyin savollar berib buni qiynab. Bo'ldi, o'chir. Agar bu qiz menga yoqsagina olamiz. Bo'lmasa yo'q. Mana shu yerdami? Bo'pti, kirib ko'ring-chi. Qizim, men uyimni remont qilmoqchi edim. Menga chiroyli aboylaringiz bo'lsa ko'rsating. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Как раз bizda yangi aboylarimiz kelgan. Keling, aboylarimizni ko'ramiz. Bunaqa neshni fakturalarimiz ham bor. Bu dizaynlarimiz bizda xadovoy ranglaridan bor, ochiq-to'qlaridan bemalol ko'rib tanlasangiz bo'ladi. Bo'ldi. Juda ko'p gapirayotgansiz. Men o'zim bemalol ko'raman. Qani borib ishingizni qilavering. Bu yaltiroqlarni qara. Bu zal uyimga mos ekan. Mana bunisini detskiga qilsa bo'ladi. Voy, o'lsin, ko'zlarim qamashib ketdi. Mana buni prixoshkaga qilsa bo'ladi. Voy, biri-biridan zo'r, biri-biridan chiroyli. Hay, atachenta qildirishi ham hojati yo'q. Tayyora. Bu aboyimiz zarlari to'kilib ketmaydi. Mehmonlar kelganda yalt-yalt qilib turadi. Bo'ldi qizim. Men tanlagan hamma aboylarni o'rab bering, olamiz. Ona, ikkinchi qizni ko'rdingizmi? Qizda yo'qdimi? Qiz bir gap bo'lar. Oldin uylarni zo'r qilib remont qilib olaylik. Voy. Men qachon uylandim? Xudoga soldim yaratdi. Shunchaki kulib qo'ydim. Xolos.